Assalomu alaykum, Sof Metal muxlislari, so'msizlar, tinchimsizlar. Mana yerga tumkalarimizni yetkazib beryapmiz. Mana yerga tumkalarni olib beryapmiz. Yerlarga sizlarda ham ehtiyot, tumkaga zaruriyat bo'lsa telefon qilaverasizlar. Sof Metal muxlislari. Tumkalarimizni tushiryapmiz. Mana tumkalarimiz kelyapti. 7,5 metrlik. Ikkita mashinada yetib keldi. Latolarimizni stretchlab chiroyli qilib olib keldik. Latolarimizni tushirdik. Latolarimizni chiroyli qilib tushirdik. Stretchlangan hammasi. Boshqa yo'qxona ustoz bo'ladi. Ikkoviz gapirib qo'ying. Reklama ketyapti. Xursandmiz, Rasuljon jo'natib o'tiribmiz. Xursandmiz. Ayniqsa latolar bo'lgan. Ha, shuni. Bu kelingani vaqtcha menga yo'qdan kelgan. Manaqa jo'larda bunaqa rasmni qo'ysan chizilib ketadi-da. Shunga yomon xursand bo'ldim bu narsa. Yangi sog' bo'lsin-ku sizga ham. Xudodan katta tomlonlar zakaz olaveramiz, xursand bo'laveramiz. Yasha yo'qxona aka. Xohlasa zo'r holatda keldi mana. Mana kres mashinamiz keldi, yetib keldi. Barchani Sof Metal tumkalarimizga azob bo'lishini so'raymiz. Fardin aka. Mana boshqa kishi Fardin aka bo'ladi. Shopirimiz. Mana bizning mashinamiz.